Hozir mana 54 ga kiryapman. 50 yoshgacha bilmagan ekanim. 4 yildan beri huzur qilyapman shu ariga chaqtirib. Assalomu alaykum. Buni shu olay yurish kerak ekanda. O'zingiz hozir nechinchi kurs olishingiz? Yiliga 2 martadan olyapman. 4 yildan beri olyapman-da. Ana 8-kurs bo'lyapti. Allohga behisob shukrkim. Mana shu organizmdagi har qanday kasalliklar meni tark etgan ayon bo'lyapti. Buni borki, kim tushunadi, kim tushunmaydi-da. Buni oxirigacha sabr bilan Allohdan shifo so'rab olayverish kerak. Boshlaymizmi? Ha, boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim barcha dardlarimizga Allohim mehribon o'z ro'yi bilan shifo komil bersin. Alloh. Qani bismillah. Tizza bo'g'imlarim qaqshaydi, og'rig'ini o'zim bilaman, Xudo biladi deydiganlar. Mana sizlarga tabiiy shifo. Chaqtiramiz, Xudo xolasa ko'rmaganday bo'lib ketasiz. Nima dedingiz, Lusul aka, to'g'rimi? Xuddi shunday. Xudoga shukr. Kim nima desa desin. Siz bor ekansiz, har yil 2 kurs. Mana shu yerga kelib shifo olayveraman. Bismillah. Mana hozir sezon yo'tal boshlangan. Dorisi mana shu buni. Mana glavkomni davosi maxsus nuqtasidan ketdi mana. Alloh shifo bersin. Bu tarafdan ham bitta. Mazami? Ariga chaqtirib huzur qilaman. Hozir mana 54 ga kiryapman. 50 yoshgacha bilmagan ekanim. 4 yildan beri huzur qilyapman shu ariga chaqtirib. Travma o'tadi, sezon, qish sezon, bahor o'tadi, bitta ham girib bo'lmayman. Ari tufayli organizmning immuniteti o'sha ekanda. Allohga behisob shukr. Omuzumda iz bırakma, yüküm dünya.